Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun eng taniqli bo'lgan Qo'yliqdagi Uyg'ur lag'moniga keldi mana dungan lag'moni. Kelganlar bormi? Buni mazasini biladiganlar bormi do'stlar? Uyg'urcha emas, dunyocha lag'mon deydi. Dungancha lag'mon ekan. Suv tugaymiz. Ancha hozir yig'ilmasa kerak. Mazasini ko'raylik. Qiziqishadi shu narsalarni. Shular anaqa yo'q, paytovlarning mashinasi yo'q edi, lekin ota aravasi bor edi, yo'q shu. Bo'lgan. O'sha gay post oldidan demoqchi keldi. Aravasi bor. Yo, do'ppi. Xudo xolasa, bobay bugun aka-ukalar aytdimi ko'rishamiz deb, yig'ilganda bir maslahat qilaylikchi. Hamid aka bir bora ko'rib kelamiz, xudo xolasa. Biz ham ko'p eslaymiz, o'tirib olib, aka-ukalar yig'ilgan o'sha davr. Xudo xolasa, aka yaxshi to'yladi. Xudo xolasa. Hozir bularning gazini yoqib chiqib o'tirdim. Hozir yo'qdim dam olib. Aka chiqing, ana gazim puli tugagan ekan, shuni yoqib bering deb. Bo'y yoqsam haligi bir bola blokka tushib qoldi. Keyin Raygazga telefonlashib, ochdim endi deb aytgan ekan, shuni yoqib bering deb shular bor. Sog' bo'lsin. Ko'rib tursam bo'ladi. Uydagilarni olib, xudo xolasa. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz.